Alo. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Azizaxon opa, siz bo'lasizmi? Menman. Yaxshimisiz, salomatmisiz? Bezovta qilib qo'ymadikmi sizni? Yo'q. Avvalambor, Yaxshiman. bugungi qarshi olgan yoshingiz Allohimizga suyukli banda, Rasulimizga chin ummat bo'lgan shukronalik ayyom, tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Allohim inom etgan har bir kuningiz fayz va barokatga to'la bo'lsin. Kaftingizni ochib so'ragan barcha ezgu niyatlaringiz, go'zal duo-yu istaklaringizga yaratgan Robbim sizni yetkazsin ilohim. Rahmat. Ayni damda tabriklar va qutlovlar loyihasi kutilmagan qo'ng'iroqlar dasturi orqali siz bilan muloqotda bo'lib turibmiz. Aynan bugun yaqin bir insoningiz sizga atalgan tabriknomalarni, go'zal dil izhorlarini, samimiy istaklarini biz orqali sizga yetkazishni niyat qilgan ekanlar. Nima deb o'ylaysiz? Qay bir yaqin insoningiz mana shunday chiroyli samimiy dilnomalarni sizga yo'llagan bo'lishlari mumkin? Qo'limdagi o'g'lim bilan kelinim bo'lsa kerak. Albatta adashmadingiz, zero sizni yaxshi ko'rguvchi, ardoqlaguvchi, hurmat qilguvchi yaqin insonlaringiz nomidan kelin qizingiz Husnoraxon tomonlaridan chiroyli samimiy tabriknomalar yetib kelgan ekan. Qolaversa ularga qo'shimcha ravishda farzand ne'matingiz Akmaljon aka, danakdan mag'zi shirin nabira ne'matlaringiz Lazizaxon hamda dunyoxonlar tomonlaridan ham qabul aylaysiz. Bilasizmi, qayni onamni o'z onamdek yaxshi ko'raman. Umrlarini uzun bo'lishlarini, biz uchun baxtimizga sog' salomat bo'lishlarini xohlayman deb ta'kidlab o'tibdilar kelin qizingiz Husnoraxon. Ijozat bersangiz, mana shu mehribon insonlaringizni sizga atalgan dilnomalarni Alloh qodir qilguncha o'qib yetkazib bersam. Mayli. Rahmat, tashakkur. Assalomu alaykum qadrbaland, qadrdonim, qadrli insonim. Xonadonimiz qirolichasi bo'lmish onajonim, aziz va mehribon volidai muhtaramamiz. Sizni bugungi tavallud topgan shukronalik ayyom tug'ilgan kuningiz bilan chin ko'ngildan muborakbod etamiz. Sizga yaratgan Robbim Rahmonimdan eng chiroyli tilaklarni tilab qolamiz. Ilohim umri joningiz uzun, tanu joningiz sog' salomat bo'lsin. Allohim inom etgan har bir kuningiz mana shunday fayzli, barokatli bo'lsin. Fayzli, barokatli kunlaringizni safi bundan-da ziyoda bo'lsin. Sizni borligingiz biz yaqinlarimiz uchun katta baxtdir. Negaki siz bizlar uchun har narsaga tayyor tura olgan, oqibati butun bo'lgan mehribon insonimizsiz. Boringiz uchun shukronalarimiz bo'lsin. Garchi buni har doim ham ayta olmagan bo'lsak-da, sizdek ona bilan bizni siylagan, sizni bizga tuhfa aylagan Allohimga shukronalarimiz, hamd va sanolarimiz bo'lsin. Doimo mana shunday baxtli kunlarni yaratgan egim taqdim aylayversin. Yuzingizga g'am anduh hech qachon soya solmasin. Qalbingizdagi, yuragingizdagi chiqqan nimaiki go'zal niyatlaringiz bo'lsa, Alloh taolo barchasiga yetkazib, baxtlilar ichida baxtli etib saylashini chin dildan tilab qolamiz. Ilohim yaqinlar bilan haj, umra safarlariga bormoqlikni, Baytullohni tavof aylab, Makka va Madinani ziyorat qilmoqlikni Allohim nasib ro'za aylasin. Ba'zan yoshlik qilib, sizni bilib bilmay ranjitib qo'ygan kunlarimiz bo'lsa, Allohim uchun bizni kechiring mehribonim. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Boringiz uchun shukronalarimiz bo'lsin. Ilohim 90-100 yoshlarda ham davralar to'rida bizlarni duolar qilib turmoqlikni yaratganim nasib ro'za aylasin. Ona poyingizga to'shay jonimni, jannat iforini yuragim tuysin. Bitta kulgungizga beray jonimni, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Ona, egilmasin aziz boshingiz, rohatimiz ko'rib ko'nglingiz to'lsin. Biz uchun ulkan baxt sizni boringiz, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Ona, dil quvonar har so'zingizdan, siz bilan uyimiz nurlarga to'lsin. Ona, qabul qiling farzandlaringizdan, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin deya mana shunday samimiy dilnomalarni yo'llab qolgan ekanlar. Rahmat. O'zlariga ham yaxshi niyatlari hamroh bo'lsin. Rahmat, bolalarimga uzoq umr tilayman. Ikkalasi ham qo'shgani bilan qo'sha qarisin, baxtli, saodatli bo'lsin. O'g'il qizlari ko'p bo'lsin, men shularni katta qila olmasdan qiynalib, ko'tarib, sudrab yuraverayin. Ilohim aytganingiz kelsin. Biz ham mana shunday go'zal chiroyli tilaklarga qo'shilib qolamiz. Albatta, aziz boshingiz hamisha omon bo'lsin deymiz. Doimo mana shunday yaqinlar ardog'ida yurmoqlikdan aslo charchamang.
rahmat sizga ham. Rahmat. Boshlangan kuningiz xayrli bo'lsin. Kun davomida sizni yaxshi kayfiyat tark etmasin deymiz. Ayyomlarni yaxshi o'tkazib oling opajon. Rahmat, siz ham sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Ko'p yashang. Xo'p bo'ladi. Bugun onamni tug'ilgan kuni, onajonimni tug'ilgan kuni, meni dunyoga keltirgan aziz mehribonimni tug'ilgan kuni. Bugun onamni tug'ilgan kuni, onajonimni tug'ilgan kuni, meni dunyoga keltirgan aziz mehribonimni tug'ilgan kuni. Oilamizning go'zal mezboni, o'g'il qizlarning oromijoni, siz uchun sovg'a qilay dunyoni. Onajonimni tug'ilgan kuni, mo'nisginamni, mo'tabarimni, mehribonimni tug'ilgan kuni, siz uchun sovg'a qilay dunyoni. Onajonimni tug'ilgan kuni. Saxovat seli, daryo dengizim, matonat bardosh, mehri teng so'zim, tanholar ichida tanho yolg'izim, onajonimni tug'ilgan kuni. Chiroyligim